Salom do'stlar, sizlar bilan men Draviz MC va bugun 20 ta xullas uzoq yo'q bo'lib ketganim uchun uzr. 20 ta obunachi bu mening maqsadim. Unda ketdi, cho'zib o'tirmaymiz hozir. Uzoq vaqt yo'q bo'lib ketdi. 18 ta obunachi уже yig'ildi. Sizlarga katta rahmat. Unda boshladik. Hop, otamiz ketdi. Sakrash ham bor ekan, ketdi. Ot. Ketdi, hop. Mana shu o'yin 20 ta obunachi bo'lishimizga yetadi desam to'g'ri bo'lsa kerak. More enemies. Ko'p odamlarim xullas ashuna deyapti. Bu o'yin shunchaki nimaga? Minecraftdan tashqari hop. Nima desa bo'ladi? Minecraftdan tashqari endi hop tez o't tugadi. Bak yutdik, hop. To'xtanglar. Bo'ldi. X do'samiz yangi qurol oldik. Minecraftdan tashqarida shunchaki 20 ta obunachiga keyin 20 ta obunachi bo'lishga ovozim past kelayotgani uchun uzr. Ozgina grippamman. Hop 2000 ta tanga berdi, yaxshi. Hop 20 ta obunachi bo'lganim uchun yangi video chiqaraman. Yangi o'yin. Reklama paytida sizga o'sha o'yinlar ko'rsatiladi. Umid qilamanki, ko'rib menimcha izohlarda yozib qoldirasiz. Hop. Kelgusida mana bu yerda nima bu? Topshiriqlar bor ekan. Hop, ketdi. X ketdi, hop. Gapim cho'zilib ketdi, uje gap topolmayapman. Mayli, anchadan beri vizib olmagandim, tilim aylanmay qoldi. Ketdi-da, hamma bir-biriga qarshi o'ynaymiz, davay. Ketdi. Qoch, sakra. Hop. Udacha deyman. Nima edi? Urun, yaxshi, ko'pamiz. Qoch. Hop, chashdik. Tepaga, yaxshi. Yaxshi. Yomon. Qurol lekin otish sekin. Ketdi, hop. Hop, qutisinar ekan, yaxshi. Hop, tushunsa yaxshi. Ovoz juda past keladi. Mikrofonim yo'qligi ovozim juda past kelyapti. Uzr, ketdik unda. Hop. Yaqinroq qilib gapiray-da. Ketdi. Ot. Yaxshi. Ketdi. Endi bo'ldi. 8 ta kill qildik. Yaxshi, endi. Hop. Ketdi. Bo'ldi, tez. Hop. Unda jamoaviy o'ynaymiz, qani. Ketdi, jamoaviy o'ynaymiz. Go, bola ketdi. Joystick ishlamay qoldi. Ketdi. O qo'ziqorinda ol, kattalashar ekan. Ketdi, qani. Hop. Masu. Ketdi, bo'l. O granata otsam bo'lar ekan. Bo'yinga kelgancha bo'lgan. Yo'q, hozir sizlar bilan kirib o'ynab ko'ryapman deytski, lekin qiziq ekan. Men deytski o'yin totmayman yo'q dedim. Qarasam 3da ko'rsatib qo'yibdi skrinshotlarda. Ya'ni Play Marketdagi xullas nimada. U bir-birimizni qoqdik. Play Marketdagi hali o'yin totsa rasm chiqadi o'shalarda. Stop, qisqacha reklama. Ko'rib turganingizdek, obuna bo'lmagan odamlar 96% bu juda ham yomon. Men bunga chek qo'ymoqchiman. Bundan ham yaxshi videolarni ko'rishingiz uchun obuna bo'lib qo'ying. 20 ta obunachi bo'lsam, men yangi video chiqarishni boshlayman, juda yangi. Mana shu videodan keyin agar 20 ta obunachi to'plansa, yana boshqa yangi o'yinlar bor. O'zlaring tanlaysizlar, men davom ettiraman. Xullas davom ettirib, men bariga nuqta qo'ymoqchiman. Biz ham 100 mingtaga yaqinlashaylik, ozgina iltimos. Shu 3-4% odamdan men juda ham xursandman. Obuna bo'lib kuzatishar ekan. Siz ham obuna bo'lib qo'ying. Kelgusida biz prosmotrlarimizni ham ko'paytirib, obunachilarimizni undan ham ko'p qilishga harakat qilamiz. Va prosmotrim juda ham ko'p, 1000 dan oshiq. Nega obunachilarim bor yo'g'i 18 ta? Men tushunmayapman. Iltimos, obuna bo'lib qo'ying. Tekin, rostdan. Bilolbek Ninoletning kanali mana ekranlaringda qora fonda bo'ladi. Ronaldoning rasmi qop-qora fonda.
Hop. Endi esa o'yinlarga navbat. Hozir uzoqlashmang, biz qaytamiz. Xullas, mana ko'rishingiz mumkin. 4 ta o'yin, qaysi birini o'ynay? Kommentariyada yozib qolding. Обязательно like, obuna, qo'ng'iroqcha sizdan. Hop, qisqa reklama degandim cho'zilib ketdi. Xullas, o'yinga qaytamiz do'stlar. Ketdi, qani, go! Xo'sh do'stlar, ana pushka oldik. Pushkalashdi, yutdik, ketdik. Hop, ketdi. Chiq. Uje birinchi kirishim bilan space bo'lib ketdim. Tugab qoldi. Yaxshi, MVP kim? Yes, men. 13 ta kill. Hop, darajamiz ko'tarildi. Juda ham ko'p pul beryapti rostdan ham. Ketdi unda birinchi daraja ko'tarilishi. Chiq. Hozir ketdi. Yana bitta. Hop, ketdi. Davay. Hop, tez boshlanib qo'shilishdi. Ketdi. Carla B C N Carla Mi. Ketdi. Men ism qo'yib bo'lmasa eng qizig'i g'alati ismlar chiqdi. Ashi mida tursin dedim. O'zi tanlab qo'yish kerak ekan. O'yin tomonidan o'zi klassik ismlar, niklar qo'yilgan ekan xullas. Klassik o'zlar Raymond, bir balo yana tushunmadim xullas. Ismlar Amerikan ismlari. Hop, bomba tushdi. Bomba modida o'ynaymiz ekan. Bomba modida kirdim. Ketdi. Mikrofon yo'qligiga biroz shum eshitilishi mumkin. Degan. Hop, ketdi. Bomba ol. Sur bombani. O'lib qoldi. Bekor surishdi. Nima qilibman? Nima deydi? Tilim ham aylanmay qo'yapti. Ko'proq video olib turish kerak. Endi bo'lib qoldi-yu tezda. Yutibmiz, ketdi. 8, yaxshi. Yangi qurollar ochildi. MP5. Ashini olaveramiz MP5 ni. Ketdi. Skinimiz tulki ekan, yaxshi. Ikkinchi level uje. Hop, ketdi. Komandniy match. Yana. Ko'rmay qolyapti. Shu qo'lim ketib qo'ya bombaga. Ketdi unda. Sakradik. Chachamali o'yindi. Bitta ham bombani atishgan chachib tashlayman. Maki 2 ta egizay. Sakradi, otib qo'ydi egizaydan bittasi. Yaxshi bo'pti, turadi. Xullas, ketdi. Bomb has been. Nima? O'qish ulgurmay qoldim. Nima? Uni atishdimi? Bekor qilish kerak endi. Yo'q. Bekor qilish kerak emas. Nima dedim-da? Ko'rmay qoldim. Hop. Ketdi unda. Nimani kutyapman? Nimaga o'ynalib qoldim? O'ylanib. Xullas. Bilmadim. Nima deb chiqqanini o'ylayapman. Xullas. Keyin montajda. Hop, ovoz chiqmayapti. Hop. Nimagadir o'yinda ovozi yo'q lekin. Mayli. Ketdi unda. Endi avtorskiy berib olmasin yana, avtor bo'lib, mualliflik huquqini. O'yin o'zi ovoz chiqmagani ham yaxshi, lekin mualliflik huquqi. Bloklab qo'yadi-da, xullas, YouTube mualliflik huquqi. Xullas, tashqarida bo'lsa, o'yinning ichida muzika bo'lsa, ba'zi o'yinlarda. Menda bir marta tashlab bo'ldi shorts videoyimda. Xullas, ketaverdik. Tez. Damage, ya'ni qurolimizni jon ketkazishini kuchaytirib beradi atakasini. Ketdi 35 ta o'yapti, yaxshi. Ular bitta o'ltirdi, biz 5 ta o'ltirdik, yaxshi ketyapmiz. Hop, ketdi endi. Hozir chachaman maka. O'q qorin yaxshi katta bo'ladi. O'qlar ham katta bo'lib urilsa kerak. Qochdi. Jonni qaranglar, nima bo'lib qoldi?
Yaxshi, yana bitta qo'zg'olon. Olaman, ketdim. Qalqon ham bor ekan. Bora olamanmikin qalqonga? Ketdi, tepadaman. Parkur. Hop. Minecraft o'ynashim chetdan ma'lumda. Ketdi. Kichkina bo'lib. Qalqon ham to'la, jon ham to'la, yaxshi. Hozircha yaxshi ketyapsiz. Yana bitta kel. Davay, yana bitta. Yaxshi. MVP har doimgidek men. 9 ta kel. Boshlanishi yaxshi. Ketdi-da. Mana o'zgartirish. Charissa, Anna, Irvin, Mimi, Nikol, Ira, Jim, Mitch, Thomas, Dirk, Olivia, Perry, Shirley, Petty, Raymond. Mayli, Raymond qo'yamiz. Sovet 8 full. Hop, muzikasini o'chirsak bo'lar ekan. Muzikam o'zi yo'q-ku. Ana endi telefon vibratsiya berib olmaydi. Vizibda eshitilmasligi mumkin. Telefon hali bombani otganda vibratsiya berib o'rya. Hop, ketdi-da. Qush vaqtinchalik qotirib qo'yar ekan. U bomba mana. Ashnaqada zirillab ketyapti. Ya'ni xullas nima deydi? Xo'ram bombalab qo'ydi gapirayotganimda. Vibratsiya berib o'ryapti. Bayroq. O'g'il, qoch. Otdik. Qochish kerak. Tez. Yugur yaxshi, ha. Keyin yulduz chala chiqishini. Yaxshi ustidan sakrab o'tdik. Hop, biroz rostdan ham detskiligi bor, mayli endi kechirib qo'yaveramiz. Hop, kechiramiz, yaxshi. Yana sakrab o'tdim, yaxshi, qotirib qo'ymayapti hozircha. Qalqonni oldik, hop, yaxshi. Vizib ketyapti-kan, zo'r. Qotirib qo'ydi. Qoch, ana pushka, nima deydi, draboviki bor ekan. Chachib o'tar ekan, ko'rdik. O'ynab. Ketdi. Yaxshi, quyon skin. Yaqinda men ham skin olsam kerak. Hop, ana ko'rgan, video boshida ko'rgan bo'lsalaring, topshiriqlar bor ekan. Tushunmadim topshiriqlar. Xullas farqi yo'q menga. Ketdi. Nechtasin qirdim? Xullas kelaverish. Eloting bilan yo'q qilaman, maki. Hop, suka. Ya'ni xullas o'sha. Ketdi. Mazza. Qotirib qo'ydi. Otib qo'ydi. Bayroqni o'g'irlashdi, mayli. Hozir qutqaramiz bayroqni. Granat. Chiqishimga granat olashdi-yu. Yaxshi. Qalqonni oldik. Ana sariq. Mencha hamma tushungan bo'lsa kerak. Yaxshi tugadi. 3 ta bayroqni ham o'zim o'g'irladim. Yaxshi. Hop, MVP men yaxshigina pul berdi menimcha. Bilmasam yana. Hop, endi fan mod, ya'ni xursandchilik modimi xullas shunaqa. Granatani o'ynaylik qani. Granata. Kutganimdek. Granata cheksiz bo'lar ekan. Umuman qurolda o'tmas ekan. Yaxshi qani. O'ltirdik, yaxshi. Lekin biroz mexanikasi qiyinroq. Yana bitta o'ltirdik. O'zlari kelib beryapti-yu. Ketdi. Qisib oldi. Quchoqlab oldi granatani. Do'stlarimni himoya qilaman. Hop, mayli. Hozir. Yaxshi, nariyoqqa otganimda ham o'ltirdi baribir. Ichkariga qochdi. Chiqib. Tug'ilganida o'ldi. Tug'ilishi bilan o'lib qoldi. Ketdi. Hop, yaxshi. Hozircha 5 ta kill qildim. Yana bitta kill. 6 ta bo'ldi. 7 ta. Yaxshi, bitta ham o'lgani yo'q. 8 ta. Bitta ham o'lmasdan 8 ta kill. Ana Raymond degan yashil jonli men yeshilichi. 8 dan 10 taga double kill. Yaxshi. Muzikani ya'ni o'yinda musiqasi menimcha bug bo'lib chiqmay qoldi. Agar keyingi safar yana shu o'yinda o'ynang desalaring, mayli shu o'yinda o'ynayman. Hop. Qani? Yangi qurol yaxshi.
pulemyotmi? Da. Hop. Ketdik unda yana yangi rang. Hop. Up qildik, ya'ni kuchaytirdik. Zombiga o'tdik, qani? Zombi. Bayroqni ham fan modda o'ynadimmi men? Ha, bo'ldi. Xullas fan modga o'tgan ekanmiz. Uje to'g'ri fan modga o'tdik, chunki fazoni ham o'ynadim. Da, fan modga o'tgan ekanmiz. Ya'ni xursandchilik darajasimi? Xullas xursandchilik o'yinimi? Mod qanday tarjima qilinadi? Ingliz tilini bilaman men. Mod tarjima qilish qanaqa? Ha, bo'ldi. Bosqichmi nima deyilardi? Bosqichmi? Xullas o'ynaraylik. Xullas gapirib bitta zombini o'ltiribman. Uje men 3 ta zombini o'ltiryaptim, bular do'stlarim keldi, chopishdi xullas. Yana ko'ryapsan, uzoqdan turib chopishga harakat qilyapti. O'qla, yaxshi, o'ltirishga ulgurmadi. Hop, o'ltirishga ulgurmagandan keyin unda biz nima qilamiz? Ketdik. Hop, ketdik. Hoy. Ana kichkina zombilarni o'ltirish osonroq ekan, lekin ular juda tez sakrab nima tishlashi mumkin ekan. Juda tez tishlar ekan lekin. Katta zombilar oldida bir sekund tursa bo'ladi. Ularga yarim sekund urib qo'yadi. Urushidan qochsa bo'ladi bularni. Bundan qochib bo'lmayapti, kichkinanikidan. Uje bittamizni o'ltirdi u kichkina. Katta ham o'ltiryapti. Voy qotdi. Lekin u yaxshi. Boshqalar jon kam qilib berdi, men ham chopdim, qarorchi keldi. O'ltirish oson. Countdown nima? 30 sekund xullas zombilar tez paydo bo'ladi. Da, xohlaganimizni o'ltiramiz ekan hozir. Ketdi unda. Joystick vaqti bilan ishlamay qo'ya. Qotib, u ikkita yaxshi. Ma, yaxshi. Ma. Tepada pushka ol, yaxshi. Ma. Uchib ketdi. Masu. Yaxshi. Tugab qoldi-yu. Yaxshi. 12 ta kill qildim. Steven xullas. Ikkalasi ham 7 tani o'ltiribdi, men 12 ta. Chiqdik. Endi menga team mod yoqib qoldi. Ketdi, o'ynaymiz team modda. Rabbit jon ko'pmi? Yo'q, bir xil ekan, yig'olamiz. O'zimiz ekan, ya'ni quyon. Ketdi, team mod yoqib qoldi. Ketdik, o'ynaymiz endi, davay. Ketdi. Bu yerda tutun Naritomonda menimcha yo'q edi-da. Naritomonda tutun yo'q. Ketdi. Granat otamiz, kimdir o'ylan. Ha, bu cheksiz o'q. Joni ketgan ekan otganimda. Yaxshi. Granataning ham foydasi bor ekan demak. Avtomatli, ya'ni qurolli o'yinlarda. Hop, ketdi. Jon, yaxshi jon kam. Nimaga qotyapti bu? Bilmadim. Vizib o'zi to'g'rilaveramkan qotishini. Bilmasam. Xullas ketdi. Hop, bunga ham otamiz. Uje tushyapti. Jichcha jonni ham olmadi. Ol qo'ziqorinni ol, yaxshi. O'qlari katta bo'lib, yaxshi urum bersa kerak endi. Hop. Ot yaxshi, hozircha hech kim kelgan yo'q. Sheriklarimda ismini o'qimayapman. Nina bilan kim? Hop. Yaxshi triple kill oldik. Will. Nina bilan Will. Men Raymond, bilmasam. Nina. Amerikada Nina degan ism bo'ladi. Menimcha eshitganman. Yaxshi ol. Bitta havoga ketdi. Voy, mayli. 3 ta qotsa bo'lar ekan, men shuni bildim. Lekin juda bir sekin otar ekan 3 ta o'qni. Granatalab qo'ydim. Tugab qoldi. Hop. Har doimgidek men MVP. Ketdi. Congrats. MVP bonus. Demak, MVP bo'lmasa tangan kamera ham shunda MVP bonus deyapti. Yana yangi shaharda ketdi. Bitta o'zim hammaga qarshi ketdi. Ot. Ko'rmayapti. Telefondan chiqib ketyapti. Otib qo'ydi arqadan. Otish yaxshi emas, lekin erkakchilik emas. O'lgan joydan paydo qildi.
nima? Qoch ikkita granata уже. Aka maymunzoda. Aytdim, qochish kerak edi ikkita granatadan. Hop. Ketdik. Ol pushkani yaxshi. Maymunzodani o'ldirdik. Ketdi. Qaysi jamoa? Otishni bosib yubordim. Qaysi jamoa? Ya'ni men ko'kman ekan. Nima dedim, ko'kman ekan. Ular qaysi? Men ko'k bo'lsam, qizil jamoa hozir ortda qo'yapti. 8 ta o'ldirib bo'lsa, yutadi. Qizil bilan qizil urushib o'ltiribdi. Urushib o'tiribdi xullas. Rostdan ham ko'proq yezib olib turish kerak. Endi bo'ldi. Yaxshi. Ko'k jamoa yutdi. Birinchi o'rin MVP men. Ketdim-da. Fanmo team. No, Asha rasmini ham o'zgartirishni bilib olsam nikdagi. U o'rgimchak odamni qo'yibdi. Yaxshi. Bo'ladi. Hamma qushni qopqonga tushdi, men tushmadim, zo'r-a. Mana shu qo'ldagi qurol, nima edi xullas? Asha juda sekin bitta otadi, juda sekin otadi. Undan keyin juda ham ko'p jonni oladi. Snayperga o'xshaydi, ya'ni. O meni qurolim bilan 2ga 1 chiqishda g'irrom. Ketdi. Hop. Bomb installation. Nima? Bo'ldi. Ular bombani o'rnatishiga vaqt ekan. 20 sekund qoldi. Bittang ham o'rnata olmaysan. Qarab turishgan. Oldi, o'rnatyapti. Granat otamiz, zorat esa. Ot. Jinni. Ana. Ko'paydi-yu vaqt. Bomb installation. Men o'rnataman ekan. Ketdi unda. Bekor. Ular yana bitta qo'yib buzish kerak. Prevent deya. Ya'ni teskarisimi shunda? Buzamiz biratan keyin. Davay. Men himoya qilaman, brat. O'lib qoldim. Bekor qil. Yaxshi. Tugatdik. 4 sekund qo'yganda. Yaxshi maymunzoda. Barry Setafin yaxshi. Marti Raselli yana kimdir? Ular bosib yubordim. Hop. Unda fan mod. Menimcha qiziqarli video bo'ldi. Kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr.